Nimaga? Jigar ichi o't yo'llari hamda o't qopidagi o't suyuqligi dimlanish holatlarida dog' aynan yuz sohamizga chiqadi. Bilamizki, bosh sohasi eng kuchli qon bilan ta'minlanadigan, eng tez qon bilan ta'minlanadigan a'zo hisoblanadi. Ana o'shaning uchun ham qondagi ko'tarilgan bilirubin miqdori hammasi mikrokapillyarlargacha yetib borganligi sababli, ya'ni qonni tarkibida bilirubin ko'p, ALT ko'tarilgan, желчная fosfataza, alfa-amilaz kabi fermentlar ko'tarilgan va ana shu fermentlar tarkibli qon bizning bosh sohamizgacha keladi va shuning hisobiga ham teri hujayralariga yetib borganda teri hujayralari pigmentatsiya natijasida shu turdagi melanin pigmentini ishlab chiqarilishini juda tezlashtirib yuboradi va shuning uchun ham, ya'ni qon aylanishi yaxshi bo'lganligi uchun ham, kuchli bo'lganligi uchun ham dog' aynan bizning yuz sohamizga tushadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.